Misrning Iskandariya shahrida portlash sodir bo'ldi. Mahalliy matbuotlarning ma'lumotiga ko'ra, halokatda 4 nafar kishi jarohatlangan. Halok bo'lganlar to'g'risida hozircha ma'lumot berilmadi. Hozirda portlash sabablari o'rganilmoqda. Eslatib o'tsak, Misr 2013-yildan buyon terroristlarning hujumidan talofat ko'rmoqda. Xitoyning Tianjin shahrida qaytadan portlash sodir bo'ldi. Bu galgi spirt aralashmalarini saqlovchi omborxonadan o't chiqib, natijada portlash sodir bo'ldi. Unda 3 tonnaga yaqin tez yonuvchi moddalar va 1 tonnadan ortiq sirka suyuqligi bo'lgan. Hozirda jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot berilmagan. Eslatib o'tsak, Tianjinda avgust oyida kimyoviy moddalarni saqlovchi zavod portlab, katta yo'qotishga sabab bo'lgan. Halokatda 200 ga yaqin kishi halok bo'lib, 800 dan ortig'i jarohatlangan. Hozirda spirt saqlovchi ombordan chiqqan yong'inning sabablari o'rganilmoqda. Islom davlati guruhi jangarilari dunyodagi musulmonlarni Rossiya bilan Amerikaga qarshi urush boshlashga chaqirdi. Bu haqda mazkur jangarilar guruhining a'zosi Muhammad Adnan internet sahifalariga joylashtirgan 40 daqiqalik videorolikida bildirgan. Unda dunyoning turli joylarida yashagan musulmon xalqlarini jangarilar guruhiga qo'shilishiga va ularga qarshi ish olib borayotgan o'lkalar bilan jang qilishga chaqirgan. Jangarilar guruhi Rossiyaning Suriyaga qarshi qo'llagan havo hujumlariga qarshi javob sifatida urush boshlashini ochiqladi.